Bu dunyoda har bir narsani o'ziga yarasha to'lovi bor. To'g'rimi? Odamlar 90% inson to'lov qilmasdan turib hayotda nimagadir erishishni xohlaydi. Go'sht olsangiz ham to'lov qilasiz. To'g'ri. To'g'rimi? Nimadir Sayohatga borish uchun ham to'lov qilasiz. Pista qurt olaman desangiz ham to'lov qilasiz. Qani menga to'lovsiz muvaffaqiyat bor deb aytinglar. Ya'ni bu dunyoda mana to'lovim, sabrim, harakatim bu men bu biznesga to'lagan, ya'ni 4 million, 5 million pul bu katta. Bu to'lov hisoblanmaydi o'zi aslida. To'lovimiz bizning sabrimiz, to'lovimiz harakatimiz, to'lovimiz mas'uliyat, majburiyatimiz va to'lovimiz mana sizlarning oldinglarga mas'uliyat, majburiyat shogirdlarning oldida. Shuning uchun aytamanki, har bitta narsani oldin to'lovini qilib qo'ying, keyin siz o'sha kutgan natijangizni ola olasiz.